Assalomu alaykum aziz gul shaydolari, yashil olam kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga qisqacha aglanima gulini guli parvarishida qaysi holatlarda xato qilinadi, qaysi holatlarda to'g'ri bajarish kerak, shu haqida o'zimning qisqacha tajribamni aytib o'tib ketmoqchiman. Aglanima gulini birinchi o'rinda sotib olganingizdan keyin albatta gruntini alishtiring. Agar siz uy sharoitida boqilgan parvarishlangan aglanimani olsangiz, bundan mustasno, lekin Xitoydan keltirilgan ayniqsa aglanimalarda gruntini tezroq alishtirishingizni tavsiya qilaman. Ikkinchisi, aglanimani grunt tarkibi perlit va vermikulit 4dan 1 qism. Masalan, bitta stakanda oladigan bo'lsak, 4dan 1-ni perlit va vermikulit tashkil qiladi. 1 stakan verxavoy torf, neytrali agrobalt bo'lsa, shunisi yaxshi. Hamda 1 stakan kokosviy torf. Shu narsalarni aralashmasiga gulingizni ekasiz. Albatta uni tagiga drenaj sifatida pogak hamda keramzit soling. Bu narsa gulga suv quyganingizda ortiqcha suvni tashqariga olib chiqib ketishga drenaj yaxshi yordam beradi. Hamda tuprog'iga ozroq osmakot, ugl, chirishga qarshi hamda sholi po'chog'i bo'lsa, shundan solib yuborishingizni maslahat beraman. Shunda gul rosa ham zo'r, ildizlari yaxshi rivojlanadi. Sababi gruntingiz qanchalik yumshoq, qanchalik yaxshi, havo o'tkazuvchanligi zo'r bo'lsa, ildiz juda yaxshi o'sadi. Qattiq biyagumuz ko'pchilik biyagumizga ham ekib qo'yadi. Biyagumuz qo'yiladigan eng katta xato. Biyagumuz jaydari gullarda yaxshi o'stiradi, xolos. Aglanimaga umuman mumkin emas. Sababi biyagumuz ko'p miqdorda suvni o'zida ushlab turadi. Shunisi yomon. Xo'p, gulni aytib o'tgan gruntimga eksiz, havo o'tkazuvchanligi zo'r bo'ladi, ildizlarni yaxshi rivojlantiradi. Hamda masalan bugun suv quysiz, bo'ldi, shu namlikni o'ziga kerakli namlikni olib, qolgan ortiqchasini chiqarib yuboradi hamda gruntni tez quriydi. O'shani hisobiga gulingizda ildiz chirish holati ro'y bermaydi. Qanchalik tuproqda kislorod yaxshi almashsa, ildiz ham zo'r o'sadi, gul ham zo'r o'sadi. Hop, ikkinchisi aytib o'tadigan maslahatim, gulni iloji boricha o'ziga mos tuvakka eking. Sababi agar misol mana kichkina gulchalarda shunaqa katta tuvakka ekib qo'yishganlarni ko'p ko'rganmiz. Agar shunaqa holat bo'lsa, misol bu gulimiz 1 choy qoshiq suv ichsa, bu gulimiz 1 piyola suv ichar. Bu tuvakdagi gul 1 piyola suv ichar. Hozir siz 1 choy qoshiq suv ichadiganida 1 piyola suv ichadigan tuvakka ekib qo'ysangiz, bu eng katta xato hisoblanadi. Ya'ni siz bu tuvakni kattaligini hisobiga 1 piyola suv qo'yasiz. Bu gulimiz 1 choy qoshiq suv ichadi. Haligi natijada gulda ortiqcha suv tuproqda saqlanib qolib, uzoq vaqt qurimaydi. Ildiz chirish holati ro'y berishi mumkin. Keyin gulim o'smaydi, gulimda tepasida o'sish yo'q, qanday olgan bo'lsam shunday turibdi degan gaplar ham bo'ladi. Sababi ildiz o'zi mittigina bo'lsa, u ildiz ildiz misol idishini to'ldirish uchun kuchini sarflaydi. Misol bu одноразовый stakanimizda ildiz tezda nimamizni shu tuvagimizni to'ldirib bo'lsa, tepasiga o'sishni boshlaydi. Bunaqa katta tuvakka ekib qo'ysangiz, buni to'ldirguningizcha qancha vaqt ketadi. Kuchini polностью ildiziga berib yuboradi. Natijada tepada o'sish kuzatilmaydi. Qisqacha aytib o'tdim buni ham. Endi 3-maslahatim, gulni doimo yaxshilab chanqating. Tepa ustma-ust tinmay, ozgina ustma-ust kunda suv berib yubormang. Bu eng katta xato. Aglanimalarda ildizini yaxshilab quritasiz. Misol quriganini tuproq quriganini qatdan bilishingiz mumkin. Mana ildizini ko'rab ko'rasiz. Mana qo'lingizda namlik his qilyapsizmi? Demak, gulda namlik bor. Hozir shart emas gul. Misol mana bunisini ko'rib ko'ramiz. Bu tepasi quridi degani, bu tagi ham quridi degani emas. Sababi bu tepa o'zi doimo tez quriydi. Mana bu joyi ham quridi degani namli suv yo'q degani emas. Yana ko'rib ko'rasiz. Darshni tagigacha ko'rib ko'rishga harakat qiling.
qo'lingiz qatga borgunigacha barmog'ingiz. Xo'p, mana hozir ko'lab ko'rdim, ozgina pastida namlik bor. Namlik his qildi qo'lim. Bu degani gulda namlik bor. Hali beri suv berishim shart emas, lekin agar siz ko'nglingiz tortmasa, tagida ozgina namlik bor xolos, bersam bo'laveradi. Lekin men berishni xohlamayman hozircha, shart emas ekan. Dek tuvayni ko'tarib ko'rganingizda ham buni bilishingiz mumkin. Agar yengil to'f bo'lsa, yengil, tuvay ham yengil bo'lib qoladi, gul ham yengil bo'lib qoladi. Shunda ham bilishingiz mumkin. Gruntini yaxshilab quritganingizdan keyin tepasidan yaxshilab dush qilib gulga suv berasiz. Dushga olib kirib olib, yaxshilab tepasidan barglari bilan cho'miltirib, polностью tagidan oqib ketgunigacha suv bersiz. O'shandagina ildiz, har bitta ildizni pochkalariga, suv ichadigan og'izchalariga yetib borgan hisobiga hamda barglaridan suv ichgani hisobiga gul mazza qiladi. Hamda uxlab yotgan ildiz, ba'zi uxlayotgan ildiz joylari ham uyg'onib, gulingiz yana ham yashnab o'sadi. Ayniqsa bu narsani yozda har haftada qilib turishinglarni maslahat beraman. Aglanima guli spreyni yaxshi ko'radi. Tagiga kam suv bersangiz ham, hali tagiga ko'pchilik suv bergisi kelib qo'yib qo'yaveradi. Lekin undan ko'ra bargiga sprey qilishingizni tavsiya qilaman. Sababi bargiga sprey qilganingizda yaxshi ko'rib, mazza qilib ichadigan gul hisoblanadi. Aglanima gulini yorqin svetlari, misol mana bu gulimiz yorqinroq svet. Bu gulimiz to'qroq svet, lekin bunda ham yorqinligi bor. Bular endi sortlari, aglanimalarda ba'zi sortlari bor. Yashil sorti o'zi, hali yashil bo'ladi, oddiy oq yashil. Ularni quyoshga qo'ymasangiz ham, hali yorug' joyga qo'ymasangiz ham soyaroq joylarda ham o'saveradi. Lekin bu svetlari yorug'likni yaxshi ko'radi. Misol quyosh tushib turadigan, lekin hali parda to'sib qo'yib, quyosh nurlari ozroq tushadigan joyga qo'ysangiz, yorug'lik, misol yorug'lik deganida yozda kun uzayadi, tun qisqaradiki, shuni hisobiga gullarda barglari ham kattalashib, svetlari ham, misol mana buni pushti sveti ko'proq, shu narsalar yorqinlashaveradi. Chunki kun uzayganini hisobiga yorug'lik ko'p miqdorda tushib turadi. Shuni hisobiga barglar katta bo'ladi. Barg katta bo'lishini yana bir sababi ozuqada ham bo'ladi. Lekin iloji boricha aglanimani tikka quyoshga qo'ymaysiz. Ortiqcha yilvizakni, unaqa shamolni yoqtirmaydi. Lekin yorug' joyga, masalan, quyosh tushadigan joy bo'lishi mumkin, lekin harir parda to'sib turib, o'shaning nuri tushib turishi mumkin. Shunaqa yorqin ranglarga o'sha quyosh nurlari ozroq qaligi, parda ortidan tushadigan joyda yaxshi ko'radi. To'qroq svetlarda soyaroq joyga qo'yishingiz mumkin, lekin soyaroq agar uyingizda sharoit bo'lmasa, lekin iloji boricha yorug' joyga qo'yishni tavsiya qilaman. Quyoshga qo'ymaysizlar. Quyoshda ham ertalabki quyosh, yoz kunlarida, bahor kunlarida soat 10 gacha bo'lgan quyoshda ozroq ko'rishi mumkin. Agar bargini kuydirib qo'ymasa. Xo'p, aglanima gulimizni qisqacha beradigan ma'lumotlarim shular. Aglanima gulini ko'proq oziqlantirishda, misol vitaminlaringiz bor, har xil monokaliy fosfat, selitra kalivaya hamda sulfat magniy yoki agrikola, dekorativniy shu dorilar, men qisqacha aytib o'tyapman, yoki stressga qarshi dorilar bir oyda bir marta. Bularni bargi orqali bersangiz maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Tagiga ham qo'yishingiz mumkin, lekin siz bargida ko'rmaydigan o'simliklarda barg og'izchalari bo'ladi. Shu og'izchalar orqali gul o'ziga sprey qilinganda suvni yoki o'sha har xil ozuqalarni qabul qilib oladi. Hamda fotosintezni ham shu bargi orqali amalga oshiradi. O'sha sprey qilish orqali berishingizni tavsiya qilaman. Shundagina gul yaxshi o'sib ketadi inshaalloh. Xo'p, aytib o'tgan qonun qoidalarim, men shu vaqtgacha aytib o'tganlarim shular. Keyin aglanimalarda hozir уже bahor kelyapti, ko'paytirish boshlandi. Ko'paytirish bo'yicha alohida video darslik qo'yilgan, lekin yana qisqacha aytib o'tib ketaman. Aglanimalar unaqa injiq gul emas. Iloji boricha mana bu katta qalin shoximizni, misol hozir ko'paytiraman desam, shu joydan pishgan shoxini shuni kesib olib turib, mana shu aytib o'tgan aglanimani yoniga xohlasalaring yoki birorta alohida stakanchicha ekib turib, tepasini teplichka qilib, misol mana teplichka qilib qo'yib qo'yishlarini tavsiya qilaman. Kunda
bir mahal 5 minutdan tepasini ochib qo'yib, yana yopib qo'yinglar. Hamda yorug' joyda tursin, soya joyda qolib ketmasin, yorug' joyda tursin. Shundagina tez bir oyga qolmay ildiz otib, chiroyli bo'lib yashnab ketaveradi. Umuman, aglanim, anturium, spatifilum hamda zinzizamiyalar ularni ham xuddi shunaqa holatda ko'paytirish mumkin. Chunki men o'zimning tajribamda shunaqa qilib ko'paytirganman. Buni suvga solsa ham bo'ladi, ildizlatishgan, lekin men asosan o'sha gruntda ildizlataman. Aytib o'tgan qonun qoidalarim shular. Shularga amal qilsalaring, inshaalloh gullarning hech qachon hech nima bo'lmaydi. Agar nimalarda tuproq ildizini ochishga yoki ildizini bo'lishga unaqa injiq gullar emas, hech qachon injiqlik qilmaydi. Boshqa gullarga o'xshab o'shaning uchun stress oladi. Boshqa holat agar nima kamdan kam stress oladi, u ancha unchasiga stress olmaydi. Faqatgina aytib o'tilgan tuprog'ini yengil qiling, o'ziga mos tuvakka eking hamda yorug' joyga sharoitini ta'minlab bering, spray qilib turing, bo'ldi. Shu narsalarga amal qilsangiz gulingiz mazza qilib o'sadi. Xo'p, mana hozir men sizlarga aytib o'taman. Agar suvini yana ham bilmoqchi bo'lsalaring, misol mana nima qilib turib, mana tagida mana suvi borligini bilish uchun ham chiqarib ko'rsalaring ham bo'laveradi. Agar tuvallaring gullaring chiqsa agar, mana hozir bunda jigarrangroq turibdi. Demak, suv bor, namlik bor degani. Yana yopib qo'yamiz. Ildizini ko'rdilaring, oppoq ildizi, oppoq yam-yashil bo'lsa, ildizi yangi chiqargan yoki suv ichgan ildizlar bo'ladi. Asosan yam-yashil ildiz nima bo'lgan, yangi ildiz chiqargani bo'ladi. Oppoq ildiz bu sog'lom ildiz hisoblanadi. Qora ildiz bu o'sha ildizda chiriganini hisoblanadi. Shu narsadan bilishingiz mumkin. Endi har doim ham hamma ham buna qilib namlikni aniqlanmaydi, lekin eng namlikni aniqlash ommabop usuli shu qo'lingizni barmog'ingizda bunday kirgizib ko'rasiz. O'shanda namlik his qilmasangiz suv berishingiz mumkin. Albatta bir oyda qish faslida mana chiqyapmiz, bahorga kiryapmiz. Har haftada yoki o'sha gulingizni quriganida tepasidan yaxshilab suv bering, bo'ldi. Ustma-ust sug'orsangiz gulga ba'zi ildiz joyiga suv boradi, ba'zi ildiz joylariga suv bormaydi. Natijada ildizda nekroz boshlanib qolishi mumkin. Nekroz chirish boshlanib qolishi mumkin. Shuni oqibatida ham nekroz kelib chiqadi. Shuning uchun bitta berganingizda bargidan polностью yaxshilab suv bering. Jicha qilib bermang. Ma'lumotlarim foydali bo'ldi degan umiddaman. Inshaalloh bundan keyin yana ham bundan ham yaxshi video darslar olishga harakat qilamiz. O'zimizdagi ma'lumotlarni chiroyli qilib, yana ham tushunarliroq qilib yetkazib berishga harakat qilaman. Bu aglanimamiz uchun yaxshi darslik bo'ldi degan umiddaman. Endi bundan keyingi gullarimiz inshaalloh boshqa gullar bo'ladi. Qaysi gul sizga kerakli bo'lsa, misol siz qaysi gullarda qiynalayotgan bo'lsangiz aytib o'tsangiz, endi ikkinchi videomiz shu o'sha qaysi gul ko'proq ovoz yig'sa o'sha gulga video darslik qilamiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.